Rustam ismi sizning otangiz, o'g'lingiz, akangiz, do'stingiz yoki qarindoshingiz ismiga aylanguniga qadar qanday tarixiy va afsonaviy yo'lni bosib o'tdi. Rustam ismi o'zida qanday ma'no va o'tmishni yashiradi. Siz Dervishnot sahifasidasiz va biz tarix sari yo'l olyapmiz. Rustam bu ism emas, balki kuch formulasidir. Rustam qadimda daryo kabi kuchli ma'nosini anglatgan. Olimlar uni qadimgi Eroniy Rutrauta, ya'ni daryo ildizi va taxma, ya'ni baquvvat jasur sifati bilan bog'laydilar. Dastlabki shaklda u cho'ziq O bilan Rustam tarzida talaffuz qilingan bo'lib, bu o'rta fors yozuvlarida yaqqol ko'zga ko'rinadi. Shu bois keng tarqalgan Rastam, ya'ni men qutuldim talqini keyingi kitobiy an'anadan kelib chiqqan chiroyli afsona hisoblanadi. Bu nom so'nggi antik davr va ilk o'rta asrlar chegarasida qayd etilgan. Sosoniylar davrida esa lashkarboshilar ham shunday nomlanganlar. Firdavsi yangi fors madaniyatiga Rustam ismini uzil-kesil kiritdi. Shohnoma qahramoni qadimiy qo'shma so'zni butun Eron zabon dunyoga ommaviy va taniqli qildi. Bunda shoir ismni o'ylab topmadi, balki uzoq vaqtdan beri og'zaki va yozma an'anada yashab kelayotgan nomni mustahkamladi. Fors tili orqali Rustam qo'shni xalqlar, arman, gruzin, arab, fors adabiyoti va turkiy tillarga tez kirib bordi. Shuning uchun klassik Rustam ismi bilan birga til va imloga qarab Rostom va Rustem shakllarini ham uchratamiz. O'rta Osiyoda bu nom alohida e'zozlanadi, chunki unda epik jasorat va hammaga tushunarli bo'lgan suv qudrati ramzi uyg'unlashgan edi. Ko'chmanchilar va dehqonlar uchun bu timsolning ma'nosi bir xil edi. Daryo hayot beradi, yo'l ochadi va taslim bo'lmaydi. Demak, o'g'il bolaga ism sifatida juda mos keladi. Shunday qilib, daryo plus kuch formulasi yo'llar, vohalar va dovonlar olamida erkakning qulay, universal tashrif qog'oziga aylandi. Bugungi kunda ilmiy konsensus nomning kelib chiqishi bo'yicha daryo talqiniga ustunlik bermoqda. Rustamning hozirda O'zbekiston, Tojikiston va umuman Sharqda mashhur bo'lishi esa o'sha g'oyaning davomidir. Suv kabi kuch oqib turadigan ismga ega bo'lish. Bu shunchaki kontent emas, bu jonlangan tarix. Bizga obuna bo'lishni unutmang.